Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz talabalar. Bugungi siz bilan ko'rib o'tadigan mavzumiz 1919-1939 yillar oralig'ida Germaniya mavzusini ko'rib o'tamiz. Biz ushbu mavzuni ko'rib o'tishda asosan o'sha Germaniyadagi siyosiy jarayonlar, iqtisodiy ahvol, Germaniyaning ichki siyosati, tashqi siyosati va hokimiyat tepasiga Gitlerning kirib kelishi va Ikkinchi jahon urushining boshlanish asosiy sabablari va Birinchi jahon urushining yakunidagi konferensiyalar haqida batafsil to'xtalib o'tishga harakat qildik va biz ushbu mavzuni quyidagi reja asosida ko'rib o'tishga harakat qildik. Ya'ni birinchi rejamiz Birinchi jahon urushining tugashi va Germaniya hayotiga ta'siri, ikkinchisi 1919-39-yillarda Germaniyaning ichki siyosati, Weimar Respublikasining tashkil topishi, uchinchi rejamiz 1919-39-yillar oralig'ida Germaniyaning tashqi siyosati, keyingisi esa Gitlerning hokimiyat tepasiga kelishi, fashizm va uning mohiyati rejalar asosida ko'rib o'tishga va ushbu darsimizni yoritishga harakat qildik. Mana bu yerda sizga tavsiya etilgan o'zbek, rus va ingliz tillarida chop etilgan adabiyotlar ro'yxati bilan tanishishingiz mumkin. Bu esa atamalar, ya'ni biz ushbu mavzuda kerakli bo'lgan va juda ham ko'p uchraydigan atamalarni qisqagina joylashtirishga harakat qildik. Ana endi darsimizning asosiy qismini o'tishga harakat qilamiz. Ya'ni Germaniya va uning ittifoqchilari bilamizki 1939-yilgacha bo'lgan davr, ya'ni o'sha ikkita jahon urushining oralig'i jahon tarixida, butun dunyo tarixida eng bir samarali davr va eng murakkab davrlardan biri hisoblanadi. 20-asr oladigan bo'lsak, insoniyat tarixida bitmas tuganmas kulfatlarni keltirib chiqargan davrlardan biri hisoblanadi. Negaki deydigan bo'lsak, 20-asr tarixdagi eng katta dahshatli urush bo'lgan Birinchi va Ikkinchi jahon urushini o'z boshidan o'tkazdi va Ikkinchi jahon urushidan so'ng 1991-yilgacha dunyodagi ikkita katta siyosiy blok, Amerika Qo'shma Shtatlari va SSR boshchiligidagi ikkita katta blok o'rtasidagi o'zaro sovuq urushning bo'lib o'tganligi bilan ham 20-asr insoniyat tarixida eng bir muammoli davr va eng notinch davr sifatida qaraladi. Ana endi Birinchi jahon urushi 1918-yilning 11-noyabrida rasman tugaganligi e'lon qilingan bo'lsa-da, keyin e'lon qilindi. Bu yerda asosan Germaniya va uning ittifoqchilari bo'lgan davlatlar mag'lubiyatga uchradi. Ya'ni bunda asosan urushning rasman tugaganligi 1918-yilning 11-noyabrida Gitlerning Germaniyaning taslim bo'lganligi bilan rasman tugadi. Endi Germaniya va uning ittifoqchilari Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, Germaniyada 2 milliondan ortiq kishi qurbon bo'ldi. Yarador, bedarak yo'qolganlar bilan umumiy hisoblaganda esa 7,5 million kishi aholisini yo'qotdi. Germaniya juda ham tang ahvolga tushib qolgandi, chunki aholisining turmush darajasi nihoyatda yomonlashib ketgandi. 1918-yilning kuziga kelganda ekin maydonlarining deyarli 50% ga qisqarib ketganligi, aholi o'rtasida ocharchilik boshlandi va bunday achinarli ahvolga tushib qolgan Germaniyada endi hokimiyatga nisbatan aholining o'zaro norozilik, ya'ni ishonmovchilik kayfiyati hukmronlik surar edi. Shunday bir vaziyatda 1918-yilning 3-noyabrida Germaniyada hukumatga qarshi ommaviy qo'zg'olonlar kelib chiqdi. Bu qo'zg'olon 1918-yilning 9-noyabrida Germaniyaning poytaxti bo'lgan Berlin shahriga yetib kelishi va Vilhelm IIning qochib ketishi bilan Germaniya Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchradi va 1919-yilning 11-noyabrida esa rasman Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchragan tan olganlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Bu shartnomani Germaniyadan Ebert Antanta bilan yarash bitimini imzoladi va shu tariqa Germaniya va uning ittifoqchilari Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchradi. Ana endi Germaniyadagi siyosiy holat qanday tus olgan edi? Birinchidan, Germaniyada qamal holati bekor qilindi. So'z, matbuot erkinligi, aholining o'zaro yengilliklar yaratib berildi. Ya'ni siyosiy mahbuslarga amnistiya berildi. Umumiy to'g'ridan to'g'ri yashirin ovoz berish yo'li bilan aholiga saylov huquqi berildi. Ayni paytda hukumat demobilizatsiya qilingan askarlarni ozod etish va ularga ijtimoiy himoya qilish tadbirlari ko'rildi. Ishchilarning himoya qilish uchun kasaba uyushmalari tuzildi. Ana endi davlat eng yirik korxonalar ustidan nazoratni olib tashladi va bu esa o'sha korxonalarning emin-erkin ishlashga va o'zining keyingi davrda Germaniyaning ijtimoiy o'sha rivojlanishi uchun zamin tayyorlab berdi va o'z navbatida Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyaning og'ir ahvolga tushib qolganligi va Germaniyaning o'sha siyosiy xalqaro jamiyatdagi yakkalanib qolishida bu Germaniya uchun juda ham muhim hisoblanadi. Endi Germaniyada umumiy hukmron bo'lgan Germaniya Sotsialist Demokratik partiyasi ichida ham birlik yo'q edi. Ular ham o'zaro davlatning endi qaloqlik botqog'idan olib chiqish uchun o'zaro g'oyalari asosida turli xil oqimlarga bo'linib ketdi. Bulardan asosiy 3 ta yirik oqim, ya'ni o'nglar, so'llar,
va markazchilar kabi guruhlarga bo'linib ketdi. Endi o'ng oqimning eng yirik vakillari Ebert bilan Sheydeman, Bridgton, Noskelar bo'lib, ular burjua tartibini saqlab qolganda islohotlar o'tkazish tarafdori edi. Ya'ni ular eski tuzum, ya'ni qurolli hokimiyatini saqlab qolgan holda davlatning rivojlantirish choralarini ko'rishni qat'iy o'zlarining dasturiga kiritdilar. Ikkinchisi, so'llar oqimining eng yirik vakillari esa Liebknecht bilan Lyuksemburg bo'lib, ular monarxiyaning inqilobiy yo'l bilan barham berish va Germaniyada demokratiyani o'rnatish tarafdorlari edi. Bularning ayni vaqtdagi g'oyalari Sovet Rossiyasidagi kabi sotsialistik jamiyat qurish uchun kurashdilar va so'llar o'z navbatida Spartakchilar deb ham atalganda. Ana endi bu Germaniyaning bu Rossiyadek o'zining sotsializm qurish g'oyasi va asosan nimadan iborat edi? Ya'ni jamiyatda boy va kambag'al bo'lmaydigan, hamma teng huquqli bo'ladigan jamiyat qurish g'oyasi asosida shakllandi. Endi markazchilarning yirik vakillari Kautskiy bilan Gazi esa 1917-yilning bahorida Germaniyada mustaqil sotsialistik partiya tuzdilar va partiya vakillari Ebert tarkibiga kirdi. Ya'ni bu o'z navbatida Germaniyaning o'sha markazchilar o'nglar bilan ittifoq tuzganini bildirar edi. Ana endi Spartakchilar 1918-yilning 30-dekabrida Germaniyada kommunistik partiyani tuzdilar va 5-yanvarda Berlinda ishchilarning stiqiyali chiqishi bo'lib o'tdi. Bu norozilik chiqish hukumat tomonidan bostirildi va 15-yanvar kuni Liebknecht bilan Lyuksemburg o'ldirildi. Shu tariqa endi Germaniyada asosan ikkita hokimiyat uchun kurash boshlandi. Ya'ni bular o'nglar va so'llar kabi ikkita katta siyosiy kuch asosida kurash boshlandi. Endi sotsial demokratlar ochiqchasiga terror yo'li bilan hokimiyatni mustahkamladi. Kommunistlar kurashni parlament yo'lidan davom ettirdi. 13-aprel kuni Bavariyada sovet hokimiyati tuzildi, biroq 19-aprel kuni o'tkazilgan ta'sis majlisida saylovda o'nglar va markazchilar, ya'ni koalitsiyasi g'alaba qozondi. Koalitsiya degani bu bitta maqsad yo'lda ikkita yoki undan ortiq siyosiy partiyalarni o'sha siyosiy saylovda kurashishi nazarda tutiladi. Ya'ni endi ta'sis majlisi Weimar shahrida o'tkazildi va Weimar shahrida o'zining ishini boshladi. Bu esa o'z navbatida keyinchalik tarixda Weimar Respublikasi va Weimar Konstitutsiyasi nomi bilan qoldi. Bu rasman ish boshlagan kuni 1919-yilning 19-aprel sanasi bilan tarixga kirgan. Endi konstitutsiya kuchli hokimiyatga ega bo'lgan federativ respublika tuzilganligini e'lon qildi. Hukumat prezident emas, parlament tomonidan boshqariladigan bo'ldi. Birinchi prezident etib Ebert saylandi. Shu yerda bitta tushunarsiz joyi bo'lishi mumkin. Ya'ni yuqorida aytdikki, biz hokimiyatni parlament boshqaradigan bo'ldi dedik. Endi bunda saylov tizimi ma'lum bir ma'noda o'zgartirish kirdi. Endi davlat rahbari rasman prezident bo'lsa-da, endi prezident to'liq hukmronlikka ega bo'lmasdan parlament bilan maslahatlashgan holda ish olib boradigan bo'ldi. Bu yerda Friedrich Ebertning birinchi prezidenti bo'lib, quyidagi islohotlarni o'tkazdi. Birinchi, konstitutsiyada xususiy mulk daxlsiz va muqaddas deb e'lon qilindi. 20 yoshga to'lgan barcha erkak va ayollarga to'g'ridan-to'g'ri teng saylov huquqi berildi. So'z, matbuot o'tkazish erkinligi berildi. Referendumga ruxsat berildi. Hukumat Reichstagdan ko'p o'rin olgan siyosiy partiya tomonidan tuziladigan bo'ldi. Bosh vazir kansler prezident tomonidan tayinlansa-da, har yili parlamentga, ya'ni Reichstagga hisobot berib turadigan bo'ldi. Ikki palatadan iborat qonun chiqaruvchi hukumat tuzildi. Ya'ni bular quyi palatasi Reichstag, yuqori palatasi esa Reichsrat deb ataladigan bo'ldi. Umumiy Germaniyaning parlamenti Bundestag deb ataladi. Endi quyi palata yalpi ovoz berish yo'li bilan aholi tomonidan saylanadigan bo'ldi. Ya'ni o'lka viloyatlarda o'sha aholining soniga qarab ularga nechta saylanishi kerak bo'lgan a'zolar belgilab beriladi. Endi Reichsrat veto huquqiga ega bo'ldi. Endi Reichsrat bu yuqori palata bo'lib, veto huquqi degani o'sha biror bir ishlab chiqilgan qonun yoki hukumat rahbari Ebert tomonidan yoki Ebertdan keyingi davlat rahbarlari tomonidan ishlab chiqiladigan qonun, farmon, farmoyishlarni aholi manfaatlariga to'g'ri kelmasa, veto huquqi, ya'ni taqiqlab qo'yish vakolatiga ega bo'ldi. Ma'lum bir ma'noda buni qaraydigan bo'lsak, Germaniyada o'sha 20-asrdagi dastlabki eng demokratik davlatlar qatorida biri sifatida ko'rib o'tsak bo'ladi. Ana endi prezidentning vakolatlarini ko'ramiz. Prezident boshqa davlatlarda bo'lgani kabi birinchi o'rinda davlat rahbari, oliy bosh qo'mondon, parlament tarqatib yuborish, parlamentga qayta saylov o'tkazish huquqlariga ega bo'lgan, lozim bo'lganda favqulodda dekretlar chiqaradi, majburlash choralarini ko'radi. Bundan tashqari prezident konstitutsiyaning u yoki bu moddasini ma'lum bir muddatga to'xtatib qo'yish va prezident yalpi ovoz berish yo'li bilan 7 yilga saylanadigan bo'ldi. Bu Germaniyadagi o'sha
Birinchi jahon urushidan keyin o'tkazilgan aholining o'sha Germaniyaning ichki siyosatidagi dastlabki siyosiy jarayonlar bo'ladi. Endi Germaniyaning tashqi siyosati. Germaniya Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchradi. Bilamizki, tarixdan birorta bir urush bo'lganki, unda g'olib yoki mag'lub bo'lmagan. Qaysidir davlatlar g'olib bo'lsa, qaysi davlatlar mag'lub bo'ladi. Ya'ni endi Germaniya ham Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchradi. Endi o'z navbatida g'olib davlatlarga nisbatan o'sha yetkazilgan zararni qoplab berishga qaratilgan bir qancha shartnomalar imzolanadi. Ana endi Germaniyaning Birinchi jahon urushidagi ittifoqchilari Avstriya, Vengriya, Turkiya, Bolgariya bo'lsa, bularning yetakchisi aynan Germaniya hisoblanadi. Germaniya Birinchi jahon urushidan keyin yetakchi bo'lganligi uchun dastlab g'olib bo'lgan davlatlar Germaniya bilan shartnoma imzolaydi. 1919-yilning 28-iyun kuni Fransiyaning Versal saroyida Germaniya bilan ana shunday yana tinchlik shartnomasi imzolandi. Unga ko'ra Birinchi jahon urushining asosiy sababchisi etib Germaniya topildi. Fransiyaning Elzas va Lotaringiya hududlarini qaytarib oldi. Elzas va Lotaringiyani agar eslaydigan bo'lsak, 1870-71-yilda Fransiya Prussiya urushida Germaniya, ya'ni o'sha vaqtdagi nomi Prussiya g'olib bo'lib, buni Fransiyadan tortib olgan edi va bu o'sha Birinchi jahon urushidan so'ng Fransiya o'z hududiga qaytarib oldi. Va Sar viloyati ham 15 yil muddatli Millatlar Ligasi boshqaruvga berildi. 15 yildan so'ng uning taqdiri plebissit, ya'ni umumiy ovozga qo'yish orqali hal etiladigan bo'ldi. Ya'ni bu Millatlar Ligasiga ta'rif berib o'tib ketadigan bo'lsak, o'sha Birinchi jahon urushidan so'ng 1919-yilda Yevropada kelajakda bo'lib o'tadigan urushlarning oldini olish uchun Yevropaning hukmron doiralari yirik davlatlar tomonidan o'zaro tuzilgan ittifoq shartnomasi yoki tashkiloti hisoblanadi. Ana endi Sar ko'mir havzasining shaxtalaridan foydalanish Fransiyaga berildi. Bu Sar ko'mir havzasi bu Yevropadagi eng yirik o'sha vaqtdagi ko'mir qazib chiqaradigan shaxtalardan biri edi. Ren daryosining chap sohili 15 yil Antanta tomoniga okkupatsiya qilindi. Ya'ni 15 yil davomida Ren daryosining chap sohilini to'liq Antanta davlatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya, Amerika Qo'shma Shtatlari to'liq o'z nazoratida o'zlari xohlagandek foydalanish vakolatiga ega bo'ldi. Ren daryosidan sharqqa qarab 50 kilometr masofa demobilizatsiya, ya'ni demobilizatsiya degani qurolsizlantirildi. Bu yerda qurol saqlash, harbiy bazalarni olib kelib joylashtirish yoki shunga o'xshagan harbiy harakatlarni amalga oshirish mutlaqo taqiqlandi. Endi Germaniya Polsha va Chexoslovakiya mustaqilligini tan oldi. Prussiya bosib olgan Sharqiy Pomeriya hududlari Polsha hududiga berildi. Epen, Malmeda, Marilo orollari Belgiyaga o'tdi. Klepeda Litvaga, Shlezvikning shimoliy qismi Daniyaga, bir qismi esa Chexoslovakiyaga berildi. Endi Gdansk Millatlar Ligasidagi erkin shahar nomini oldi. Ya'ni tuzilgan vaqti 19-yilning 14-fevralda. Germaniyaning hududi keskin qisqarib ketdi. 1918-yilga kelganda Germaniyaning umumiy hududi 1914-yildagi nisbatan 8dan 1 qismi qoldi. Juda katta hududlarni Germaniya boy berishga sabab bo'ldi, ya'ni majbur bo'ldi. Ya'ni Germaniya to'la-to'kis xalqaro maydonda yakkalanib qoldi. Endi Germaniyaga yordam berish uchun Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan har xil o'sha choralar ko'rildi va bu choralardan bittasi 1924-yilda AQSh banker Daus tomonidan reja ishlab chiqildi. Unga ko'ra Germaniya har yili 1 milliard markadan reparatsiya to'lashi, keyinchalik esa bu Germaniya iqtisodiy qudratiga qarab 3 milliard markaga yetkazilishi kerak edi. Endi bu yerda oladigan bo'lsak, Daus rejasiga ko'ra Germaniyaning iqtisodiy ahvoli ma'lum bir ma'noda oyoqqa turish, ya'ni Germaniyaga iqtisodiy yordam berish kerak edi. Chunki Birinchi jahon urushida birinchi o'rinda Germaniya mag'lubiyatga uchradi. Ikkinchidan Antante davlatlari bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra Germaniya juda katta moddiy reparatsiya to'lashdan tashqari hududining katta qismini yo'qotdi. Uchinchidan esa biz darsimizning boshida aytib o'tgandek, Germaniya hududining 50% yaroqsiz holatga kelib qoldi. Va bundan tashqari Germaniyaning shaxtalaridan qazib chiqarilayotgan turli xil yer osti qazilma boyliklari ham g'olib davlatlarning manfaatlariga xizmat qilar edi va Germaniya shu tariqa Birinchi jahon urushidan so'ng juda yakkalanib qolgan, juda ham og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan edi. Va o'z navbatida 1924-yilning Daus rejasiga ko'ra Germaniya o'zining iqtisodiy qudratini tiklab olish uchun dastlabki qadamlarni boshladi. Endi 1929-yilda Gagada bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada Germaniya to'lashi kerak bo'lgan reparatsiya qaytadan ko'rib chiqildi. Ya'ni bunda o'sha millati Xitoy millatiga mansub bo'lgan asli fuqaroligi Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli bo'lgan Yung rejasi qabul qilindi. Unga ko'ra Germaniya har yili 2 milliard markadan reparatsiya to'lashi va reparatsiyaning umumiy
qiymati kamaytirildi va 1931-yilga kelib jahon iqtisodiy inqirozi boshlangandan keyin Fransiyaning raqiblarining taklifi bilan Germaniya reparatsiyadan butunlay qutuldi. Ya'ni aslida Germaniya 1988-yilgacha umumiy qiymati 132 milliard oltin markada taxminan 33 milliard dollar miqdorida reparatsiya to'lash kerak edi. Endi nima uchun 1931-yilga kelib Germaniya reparatsiya to'lashi kerak bekor qilindi? Buning asosiy sababi birinchidan Fransiya va Buyuk Britaniya Yevropada to'liq hegemonlikni o'z qo'liga olgan edi. Endi bu ikkala davlatga qarshi turadigan Yevropada Amerika Qo'shma Shtatlari uchun o'zining asosiy tayanchi bo'lish kerak edi. Ana shu tayanch sifatida esa bu Germaniyaning iqtisodiyotini qayta yo'lga qo'yishga harakat qildi. Endi 1930-yillarga kelganda Germaniyaning iqtisodiy ahvolining ma'lum bir ma'noda oyoqqa turishini biz ko'rdik. Endi bu yerda asosiy masala Germaniyaning hukumat tomonidan amalga oshirilgan va xalqaro maydonda o'zining qayta qudratini tiklashga qaratilgan bir qancha choralar ko'rildi. Biz e'tibor berib o'tadigan bo'lsak, Birinchi jahon urushidan so'ng ikkita xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Birinchisi Versal, ikkinchisi Washington konferensiyasi. Bu ikkala konferensiyada ham SSRdek qudratli davlat chaqirilmadi, uning manfaatlari hisobga olinmadi. Endi o'z navbatida bu ikkita konferensiyadan asosan zarar ko'rgan davlat bu Germaniya hisoblanadi va shundan so'ng 1922-yilda Rapallo shartnomasiga ko'ra Sovet davlati Germaniya tomonidan tan olindi. Unga ikki mamlakat o'rtasida bo'lgan da'volardan va qarzlardan voz kechildi va 1932-yildagi Lozanna shartnomasi bo'yicha Germaniya butunlay reparatsiyadan ozod qilindi. Endi nima uchun Germaniya birinchi bo'lib Sovet hukumatini tan olyapti? Sovet hukumati 1917-yilning 3-mart kunida bo'lib o'tgan Lenin boshchiligida davlat to'ntarishi natijasida podshoh hukumati to'liq tugatilgandi va hokimiyatda sovetlar o'z hokimiyatini qo'lga olgan edi va Birinchi jahon urushidan so'ng aynan Sovet davlati g'oliblar qatorida bo'lsa ham hech qanday moddiy yoki boshqa manfaatlari belgilanmagan edi va xalqaro maydonda Germaniya kabi SSRning ham manfaatlari hisobga olinmagan edi. Endi Gitler hokimiyatni o'z qo'liga olgach, Birinchi jahon urushida mag'lubiyat alamini olish uchun asosiy kurash boshladi. Shu asnoda birinchi bo'lib Germaniya Italiya bilan o'zaro yaqinlik shartnomasini imzoladi. Chunki Birinchi jahon urushida Italiya g'oliblar ichida mag'lub degan nomni olib, uning ham manfaatlari o'zi xohlagandek hisobga olinmagan. Hattoki Italiya Birinchi jahon urushi tugagandan so'ng o'zining o'sha yakkalanib qolgan, ya'ni ahmoq bu chiqarilgan qarorlardan norozi ekanligini bildirib o'tgan edi va Versal shartnomasi inkor etib 1935-yilda Italiya bilan yaqinlashgandan so'ng Sar viloyatiga qo'shin tortdi. 1936-yilda esa demobilizatsiya qilingan hududni bosib oldi. Shu tariqa Ikkinchi jahon urushining ikkinchi o'chog'i boshlandi. Birinchi o'chog'i esa 1931-yilda Yaponiyaning tomonidan o'sha Mo'g'ulistonga qilingan hujum natijasida Birinchi jahon urushining birinchi o'chog'i ochilgan edi. Ikkinchi o'chog'i esa 36-yilda ochildi. 1936-yilga kelib Italiya Ispaniyada Frankoning qurolli yordam ko'rsatib, Ispaniyada fashizmning hokimiyat kelishiga ko'maklashdi. E'tibor beradigan bo'lsak, Germaniya o'zining ittifoqchilarini 30-yillardan keyin, ayniqsa o'sha 35-yillarga kelganda asta-sekinlik bilan shartnomalarni mustahkamlab, o'ziga yangi ittifoqchilar topayapti. Chunki bu davrda hokimiyatda Adolf Hitler o'z qo'liga olgan edi. Endi tashqi siyosatda dastlab Italiya bilan yaqinlashishi Hitlerning Yaponiya bilan yaqinlashishini boshladi. 1936-yilda Germaniya va Yaponiya o'rtasida Antikomintern pakti imzolanadi. Oradan bir yil o'tib 1937-yilda esa bunga Italiya qo'shiladi. Shu tariqa Yevropada yangi bitta xavf, ya'ni Ikkinchi jahon urushining asosiy o'sha boshlovchilari bo'lgan Yaponiya, Germaniya, Italiyaning uchalasining poytaxti hisobga olingan Rim, Berlin, Tokio uchburchagi tashkil topadi. Aslida bu o'sha davrdagi yangi shartnoma bo'lib, ayrim o'sha tarixiy taxminlarga ko'ra shunday bir kelishuv bo'lganki, ya'ni Ikkinchi jahon urushida Yevropani Germaniya tomonidan, Osiyo mintaqasi Yaponiya, o'z navbatida Afrika esa Italiya tomonidan o'sha maxfiy tarzda bo'lib olinganligi to'g'risida ayrim ma'lumotlar uchrab turadi. 1938-yilda Germaniya Sudet viloyatini talab qildi. 28-30 sentyabr kunlari Myunxenda buyuk davlatlar o'zaro Sudet viloyatini Germaniyaga berishga majbur bo'lishadi va Gitler 1939-yilning 15-martida Chexoslovakiyani
to'g'rilab bosib oldi va 21-martda Polshani Gdansk viloyati talab qilindi. 22-mart kuni Litvaga tegishli Klepedani ham Germaniya hukumati talab qildi va shu tariqa Ikkinchi jahon urushining asosiy o'choqlari bo'lgan manzillar aniqlanib olingandan so'ng endi Yevropada shunaqa yangi mish-mish tarqaladiki, ya'ni Gitler dunyoga hukmronlik qilib, uning armiyasini to'xtatadigan birorta kuch yo'q ekanligi va Germaniyaning dovrug'i butun dunyoga yoyilgandan so'ng Germaniya armiyasi haqidagi afsonalar butun dunyoning o'zining domiga qamrab olgan edi. Endi biz aytdikki, 1922-yilda Sovet hukumati Germaniya tomonidan tan olingandan so'ng ikkala davlat o'rtasidagi o'sha savdo-iqtisodiy masalalar 1939-yilning 23-avgustiga kelib SSR va Germaniya o'rtasida harbiy ittifoqqa aylandi. Bu Ribbentrop-Molotov bitimi bo'lib, ikkala davlatning tashqi ishlar vazirligi tomonidan imzolangan. Bunga ko'ra, shartnomaning mazmuni shundan iboratki, Polshani o'zaro ikkalasi taqsimlab olinishi kerak edi va birorta qurolli yordamga muhtoj bo'lib qoladigan bo'lsa, unga yordam berish kerak edi. Bunda aslida esa Gitlerning maxfiy hiylasi bo'lib, ma'lum bir muddatga SSRni o'sha Ikkinchi jahon urushidan ma'lum bir ma'noda tiyib turish ko'zlangan edi. Endi e'tibor beramiz. Adolf Gitlerning hokimiyatga kelishi. Adolf Gitlerning hokimiyatga kelishi haqida biz bu tarixiy kitoblarda 3-Reyx tushunchasi ishlatiladi Adolf Gitlerga nisbatan. Endi nima uchun 3-Reyx? 1-Reyx o'rta asrlarda o'sha Germaniyaning eng qudratli podshohlaridan biri Friedrich Barbarossaga nisbatan, ya'ni 1-Reyx, ikkinchisi esa 1866-yilda hokimiyatni egallagan, ya'ni Otto von Bismarckga nisbatan, uchinchisi esa aynan Adolf Gitlerga nisbatan Reyx tushunchasi ishlatiladi. Endi Adolf Gitlerning hokimiyatga kelishining o'ziga xos sabablari bor. Adolf Gitler o'zi oladigan bo'lsak, Birinchi jahon urushida qatnashgan va o'sha zaifligi uchun Birinchi jahon urushining 1916-yilda olgan jarohatdan so'ng qayta frontga bora olmaydi. 1929-32-yillarda yuz bergan jahon iqtisodiy inqirozidan so'ng Germaniyada ahvol nihoyatda og'irlashib ketadi. O'zi jahon iqtisodiy inqirozi bu 20-asrdagi eng katta iqtisodiy inqiroz bo'lib qolmoqda. 1929-yilning 14-oktyabrida AQShning Nyu-York shahridagi fond birjada boshlangan aksiyalarning tushib ketishidan boshlangan jahon iqtisodiy inqirozi dunyoning katta siyosiy xaritasini o'zgartiribgina qolmasdan, siyosiy jarayonlarda ham tubdan o'zgartirib yuboradi. Germaniyada ishlab chiqarish jahon iqtisodiy inqiroz yillarida 40% ga, ish haqi 50% ga, mamlakatda ishsizlar soni 9 millionga yetdi. Mayda va o'rta sotuvchilar, qator banklar, mayda ishlab chiqaruvchilar hammasi bankrotga uchradi. 28-yilga kelganda saylovda koalitsion hukumat tuzilib, g'olib bo'lgan Miller hukumati 30-yilda iste'fo berdi. Prezident Hindenburg Katolik markaziy partiyasining vakillari Bryuni boshlig'iga etib saylandi. Endi mamlakatda iqtisodiy inqiroz, siyosiy qaloqlik va boshqa jihatdan Germaniyaning ahvoli og'irlashayotgan bir paytda Bryuni hukumati xalq tomonidan norozilikka uchradi va xalq talabi bilan o'rnata olgan, ya'ni xalq talabi bilan kuchli hokimiyat o'rnata oladigan shaxs kerak edi. Ana shunday shaxslar ongida fashistlar edi. Fashistlar italyancha so'z bo'lib tuda bog' degan ma'noni bildiradi. Fashistlarning kelib chiqishi 1919-yilda Birinchi jahon urushida qaytgan Italiya askarlari o'zaro quroldoshlar uyushmasi Fascidi Combinimento nomi bilan atalgan bo'lib, bular keyinchalik Yevropada katta bir siyosiy kuchga aylanadi. Fashistlarning ommaviy chiqishlari natijasida hatto ziyolilar va yirik sarmoyadorlar ham Gitlerning hokimiyat tepasiga kelishini xohlar edi. Va 1932-yil parlament saylovlarida Germaniya Kommunistik partiyasi 6 million ovoz to'pladi va hukmron doiralar bundan tashvishga tushib qoldi. Hukmron doiralarda so'l kuchlar ta'sirini yo'q qilish birdan bir yo'li Gitlerning hokimiyatga kelishi edi. 1932-yilning 27-yanvarda Gitler Polat Trestining rahbarlari Tissen va uning sanoatchilari bilan uchrashdi va Gitlerga quyidagicha savol beradi. Gitler senga nima kerak deganda 8 millionlik armiya kerak deb aytadi. Ya'ni bu 8 millionlik armiya bu davrda Yevropaning eng qudratli davlatlari bo'lgan Buyuk Britaniya, Fransiya uchun ham 8 millionlik armiyani har tomonlama ularning o'sha xarajatlarini qoplash bu juda ham og'ir, mushkul ish hisoblanadi. Sanoatchilar Gitler qiyofasida o'zlarining o'sha qutqaruvchisi sifatida ko'rdi va unga Führer, ya'ni dohiy deb atay boshladi. 1932-yilgi saylovlardan so'ng yirik
moliyachilar, bankirlar, generallar hamma Germaniyada o'sha kuchli hokimiyat o'rnatuvchi yagona shaxs Adolf Gitlerni ko'ra boshladi va uni asta-sekinlik bilan qo'llab-quvvatladi. O'sha vaqtda Germaniyaning hukumatining rahbari prezidenti bo'lgan Hindenburgga maktub yo'llab, Gitlerni tezlik bilan bosh vazirlik lavozimiga tayinlashni talab etadi va 1933-yilning 4-yanvarida Gitler Germaniyaning bosh vaziri etib tayinlanadi. 1933-yilning 30-yanvarida Gitler Reichskansler imperiya bosh vaziri tayinlandi. Amaldagi hokimiyat Gitlerning qo'lida edi. 1932-yilning 2-avgust kuni Hindenburg vafot etdi va endi Germaniyada to'liq Gitlerning hukmronligi o'rnatildi. Endi fashizmning mohiyati. Fashizm bu davlatni terror, qo'rqitish, totalitar shaklda boshqarish hisoblanadi. Ya'ni buning to'da bog', buning kelib chiqishini biz yuqorida ko'rib o'tdik, alohida to'xtalmasak ham bo'ladi. Endi buning asosiy belgilari birinchi o'rinda o'ta millatchilik, ya'ni fashistlarning asosiy maqsadi dunyoda Germaniya millati, ya'ni nemislardan boshqa birorta millatning qolmasligi kerak edi. Ya'ni o'zlarini oliy irq sifatida ko'rardi. Ular jamiyatlarni sinflarga bo'lmaydigan, aynan Germaniya va Italiyada keng yoyilishining asosiy sababi bular Birinchi jahon urushida mag'lubiyatga uchraganligi edi. Ya'ni ular nima uchun jamiyatni sinflarga bo'lmaydi? Chunki jamiyatda faqatgina nemis millatiga mansub fuqarolar qolish kerak edi. Ya'ni nemislardan boshqa millatlarni quyi irqlar deb, ya'ni qora irqlar sifatida ko'rishgan. Gitlerning ichki siyosatdagi asosiy masalalar nimalardan iborat bo'ldi? Gitler o'z raqiblarini asta-sekinlik bilan yo'qotish yo'lida terror yo'lini boshladi. Birinchi terror 1933-yilning 23-fevralda Gitler Reichstag binosiga o't qo'ydi va buni kommunistlarga ag'darib Bolgariya Dmitriyni sud qildi va shu orqali kommunistlardan qutuldi. Ikkinchisi, fashistlardan boshqa barcha partiyalarning faoliyati taqiqlandi. Bitta Germaniyada faqatgina fashistlarga xizmat qiladigan siyosiy partiya qoldi. Hattoki Gitler butun hokimiyatni o'z qo'liga olib, jamiyatni, davlatni umumiy fashistlashtirish maqsadida hattoki maktabdan tortib bog'chalargacha oliy ta'lim muassasalari, umuman olganda butun jamiyatga faqatgina fashizmning mohiyatini tushuntiradigan, fashizmni yoritib bera oladigan va fashistlarga xizmat qiladigan yoshlarni tarbiyalay oladigan insonlargina davlat ishlarida ishlashini ta'minlab berdi. Endi kommunistlar Birinchi jahon urushida mag'lubiyat sababchilari sifatida ko'rildi. Nimaga deydigan bo'lsak, aynan kommunistlar Birinchi jahon urushi aynan taqdiri hal bo'layotgan bir vaqtda davlat to'ntarishi o'tkazilganlikda ayblardi va bularni ham sekinlik bilan hokimiyatdan uzoqlashtirdi. Endi Hindenburgga xalq va davlatni muhofaza qilish to'g'risida dekret chiqartirdi. Bu Gitlerga favqulodda vakolatlar berdi. Gitler prezident bo'lgandan so'ng barcha demokrat holatlarni bekor qildi. Buning natijasida Weimar Respublikasi faoliyati tugatildi. Taqiqlangan kasbiy uyushmalarning o'rniga natsistlarga bo'ysunuvchi Germaniya mehnat fronti tuzildi. Fashistlar kelajagini tarbiyalash uchun Gitler Jugend tashkiloti tuzildi. Gitler Jugend tashkilotiga asosan o'sha maktab va bog'cha bolalari biriktirildi. Ya'ni ularni yoshligidan, ya'ni nemislarning manfaatlariga xizmat qiladigan kelajak avlodni tarbiyalash zimmasiga yuklatildi. Endi fashizmga ozgina shubhasi bor amaldorlar vazifasidan ozod etildi yoki bo'lmasa Gitlerning ta'biri bilan aytganda shafqat yuzasidan sekinlik bilan ular gumdon qilingan. 1934-yilning 30-iyunda uzun pichoqlar tuni o'tkazildi. Hattoki Gitler Germaniya Sotsialistik Demokratik partiyasining ichidagi Gitlerga shubha bilan qaraydigan insonlarni ham hammasini aynan o'sha uzun pichoqlar tuni kuni shafqat yuzasidan ularni hammasini o'limga mahkum etdi. Endi Gitler terror va xalqni qatag'on qilish siyosatini yuritdi. Shu maqsadda bosh jazo organi idora xavfsizlik idorasi SS qo'riqlash xizmati tuzildi. Unga Gitlerning eng yaqin maslakdoshlaridan biri Gimmler boshchilik qildi va SSning tarkibida konslagerni qo'riqlovchi o'lik bosh, ya'ni ST xavfsizlik xizmatini, ya'ni razvedka va kontrrazvedka bosh idorasi kirdi. STning asosiy vazifasi birinchi o'rinda mamlakat ichidagi Gitler hokimiyatiga shubha bilan qaraydiganlar va Gitlerning hukumatiga ishonchsizlik bildirgan insonlarni topish kerak edi va ularni Gitlerning ta'biri bilan aytganda alohida mukofotlab kuzatib qo'yish kerak edi. Gestapo fashistlarning maxfiy politsiyasi 1933-yilda tuzilgan, ya'ni u SS va ST tomonidan berilgan ma'lumotlar asosida Gitlerga raqib bo'lgan insonlarni
jazo organi vazifasini bajargan. Fashistlar o'z dunyoqarashlarini maktabdan boshlagan. Ular irqiy ustunlik, dunyoqarash asosida bolalarni tarbiyalash asosiy e'tibor qaratgan. Maktablarda natsizmga xizmat qilgan o'qituvchilar faqatgina faoliyat olib bora olgan. 1933-yildan boshlab mamlakatda 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan barcha o'sha erkaklarni harbiy majburiyat, ya'ni mehnat muhofazasiga jalb etildi. 35-yilning mart oyidan boshlab umumiy harbiy majburiyatlar to'g'risida qabul qilindi. Endi Germaniyada iqtisodiy holat to'liq kuchga aylandi, ya'ni asosiy o'sha iqtisodiy jihatdan to'liq quvvatlandi desak bo'ladi. 1934-yilning 20-yanvarida milliy mehnatni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Unga ko'ra fuqaro mehnatni erkin tanlash bekor qilindi. Ya'ni hukumat tomonidan kim qanday kasbni bajarish talab etilsa, shuni bajarishga yo majbur edi yoki bu yorug' dunyo bilan vidolashishga majbur edi. Ya'ni fuqarolarda erkinlik degan tushuncha begona bo'ladigan bo'ldi. Va 1936-yilning yozda iqtisodiyotni harbiy yo'nalishga o'tkazish 4 yillik rejasi rasman tasdiqlandi. Shu yillarda harbiy xarajatlar 10 barobar oshdi. Ya'ni bu davrda boshqa qo'shni davlatlar, Yevropaning eng qudratli davlatlari Buyuk Britaniya va Fransiya bilan solishtiradigan bo'lsak, 39-yilda Buyuk Britaniya harbiy sohaga 5 milliard, Fransiya 2,3 milliard mablag' ajratgan bo'lsa, Germaniya bu vaqtda 18 milliard marka harbiy xarajatlarga pul sarflagandi. Ya'ni harbiy xarajatlari 1914-yildagi kuch qudratiga yetkazdi. Endi qisqa qilib xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha ikkala jahon urushida Germaniya o'ziga dunyoga namuna sifatida ko'rsatdi. Ya'ni xarobadan dunyoning eng qudratli davlatiga aylana oldi. Butun mamlakatda yagona vatanparvarlik hissini uyg'ota oldi. Hattoki biz yuqorida aytdikki, Germaniyada maktab bolalari ham vatanparvarlik hissi jihatida tarbiyalandi. Bu esa kelajakda Germaniyaning o'sha oyoqqa turishiga xizmat qilib berdi. Endi Gitlerning o'sha 2-jahon urushigacha bo'lgan qisqa hukmronligi davridagi o'rnatgan tartib qoidalari 2-jahon urushidan keyin ham Germaniyaning hokimiyatida muhim rol o'ynadi va bugungi kunga kelib dunyodagi nemis mo'jizasining yaratilishiga asosiy xizmat qilib bergan insonlardan biri hisoblanadi. Va sizga quyidagi mustahkamlash uchun berilgan savol-javoblar keyingi darsgacha o'zingiz mustaqil ravishda o'rganasiz degan umiddamiz.